Urug'. Abdori Zuhragul Hamud. Mastura Gulchehra siz yo'qyat hadisli boshqa xizmatdoshlar bilan yomon gapingizni qilyotdi. Bugun bu so'g'atlab chiqishingizga nima dedi demamsiz? Meni nim deb qo'jaydi ekan, yaxshi yomon gapga aralashmay o'z xizmatimdan o'disdan chiqib yursam, oilada mas'uliyatchi ona bo'lsam gunohmikan? Mastura tuzukrak do'stining tayini yo'q bayqush, kiyim-kechaklari deqyonus vaqtida modadan qolgan kiyimlar, xizmatga zotili ko'ngil bo'lmaydi. Hadisul o'y bola deb qatirg'an deydi. Kunda udul-mudul qarashib o'ltiradigan xizmatdashim Mehrayning aytgan so'zlariga ishonmay tura olmadim. Ochiqdan tishlarim karaslab, yuzlarim o't olgandek qizishqa boshladi. Bundan bir necha oy ilgari yon ishxonada ishlaydigan Gulchehra bilan qizarishib qolgandan beri uning va boshqa xizmatdoshlarining men to'g'riliq qilgan g'ayvat shikoyatlari Mehray orqali vaqt qaralida quloqimga kirib turibdi. Mehray orqali Gulchehra haqida anglaganlarimdan ochiq yutib, uning g'ayvanisiga netchini tillab, ichimni bo'shitish o'z irodam va xarakterimga yot odatimga aylanib qelyapti. Gulchehra ishkimiz qizarishib qolgan kuni o'g'amning qaynishiga Mehray yetkizgan gaplar sababchi bo'lgan edi. Mastura Gulchehra sizni ko'ra olmaydi-jumu degan edi Mehray. Bu yil xizmatda munavvar baholandingiz. Bu sizni ko'ra olmaslikning birinchi sababi. Boshda xizmatingizni hadisli qo'llayotdi. Bu ikkinchi sabab. Qarasam Gulchehraning ichiga jin kirgandek qiladi. Siz yo'qyat o'sak so'z tarqatqil turibdi. Nim deydigansiz? Qanday o'sak so'z? Sizni boshliq bilan g'ayriy munosabati bor deb bo'lmamdi. Bu gapni anglab, kahrava yutib olgandek, beyaramliq ichimni tatilashga boshlab, o'rnimdan qonqib turganimcha bar ovozim bilan varqiradim. O sarani g'ayvat qilib xalqning kaynidan o'rikolashdan boshqa qildigan ish yo'q ekan zodi. Erimning, al-jamoatning, bolalarimning oldida bu haqoratni qanday ko'tarib yuray? Mehray huduqqunich o'rnidan turib, qo'limga o'riq qo'llari bilan kappada esildi. Jinim Mastura, sizni o'zimga yaqin chog'lamasam, uning gaplarini yetkazmagan bo'lardim. Meni o'sal qilmang yana. Bu ishni Gulchehraning yuziga solmaslikqa va'da bering, yaxshi ko'nglimni yerga urmang. Har qancha qilibmi Gulchehrani kechirib etolmadim. Mehrayning qo'limga esilib yolvurishlari yodan aytilgan o'qdek chapchigan jismimni tutib qola olmadi. Turgan yerimdan do'kildab mang'inimcha Gulchehraning ishxonasiga bo'ridek etilib kirdim. "Sen meni nimchaqlab qolding?" deb varqiradim qahrim bilan. "Men erlik ayolman, sen o'zingcha sha'nimga xohlagancha dog' takkusam bo'ladi deb o'ylab qoldingmi? G'urur deb senda bo'lishning ta'minini tetib ko'r mana." Men shunday deganimcha kompyuter oldida mashg'ulot qilayotgan Gulchehraning oldidagi yiqiq materiallarni yerga atqilib turdim. Gulchehra alpazimga qarab, nima qilishini bilolmay o'rnidan turib ketdi. "Mastura, bu sening nim qilganing? Men hech nimani tushunmay qoldim-ku. Men to'g'riliq o'sak so'z tarqitib yurganingdan tenib olay demsan?" Gulchehraning chiroyi o'ngib, ko'zlari hayronlikda chekchaydi. "Nim deydigansan Mastura? Ikkimizning inoq munosabatimizga qizg'inayotgan biroz oramizga shun bo'y undirmoqchi bo'lgan o'xshaydi. Kim nima deyishidan qat'iy nazar hargiz ishonma. Mening qandoqligimni bilasan-ku? Men seni xizmatdoshlar orasida eng o'ng'liq kishining holiga yetadi deb qaraydim. Shunga sana ba'zi ko'ngil sirlarimni to'kib keladi. Kim bilsin, oxirida shu ishning o'zimga dushmanlik elib kelishini." Men shunday debla o'ksib yig'lab ketdim. Gulchehra ichki qo'limdan tutib, meni o'ziga tortdi. "Nima gap bo'lsa, aniq aytmas to'ra. Ikkimizning orasiga yirikchilik selish o'ringan zoti kimkan? Bo'ldi qil." Gulchehraning qo'lini silkidim. "Ishtonga chiqqan ko'ngilga tayin, eg'izimni g'irishlamay, o'z vijdoningni taroziga selib boq." Dal shu chaqda Mehray kirib keldi. Uning ko'zlari jiddiy harakatlanib, o'z tabiatiga moslashmagan xuluqi bilan ishtik kelib, belikimdan tortdi. "Bo'ldi so'qishmanglar-chu, boshqa ishxonadagilar angli sattirdi. Mastura, yuring ishxonaga chiqib ketaylik." Mehrayning o'tinishlari bilan hozir qispoyi turqi meni arsalda qilib qo'yayotdi. Ammo ichimga necha hara kunayga selib g'ung'ildayotgandek bearamlik yuragimni o'rtmoqda edi. Mehray qo'limdan majburiy so'rab chiqib ketmagan bo'lsa, oqibatning qanday bo'ladiganligini mo'ljalligil bo'lmaydi. Ish bu darajaga yetganda Gulchehradan o'zimni qasddan qochirib, uni tushuncha berishga imkonsiz qoldirdim. Keyingi kunlarda umumiyni ko'rsala o'ngib tatirib, men bir yerda turishdan qochadigan, yuqumli kasal chaplashib qilishdan qo'rqqandek tezli o'tib ketadigan bo'ldi. Gulchehra bilan tanishgandan boshlab yaqinqi kunlargacha ikkimizning yaxshi o'tgan kunlarimizni eg'ir xursinish ichida eslab chiqdim. Uning menga nima uchun bunday muomala qiladiganligiga faqat aqlim yetmaydi. Mehrayning Gulchehra to'g'risida yetkazadigan yangi uchurlari avudi degandan ko'ra, oramizdagi tugun cho'ngaydi degan tuzuk edi.
ko'ngil osmonim hamisha tutak tuman, yurakim zardigo'sh bo'lib, zaif ingaraydi. Yan-muyan ishxonada ishlaydigan xizmatdoshi yana kelib ilgari yuragida do'stlik mehriga o'rin bergan kishidan azor yeyishning dardini tartib boqmagan odamning bu xil azobli hissiyati mo'ljalliy olishi mumkin emas edi. Mehroy men bilan paranglashib borganda Goyida Gulchehraning ishxonasiga qatiraydi. Uning bilan gapi tugaganda yana hech ish bo'lmagandek ishxonaga qaytib kirib, qilishgan gaplarini menga yetkazishga boshlaydi. Uning xuyini yoqtirmay turib, tishi yerib, radiya berolmayla qolmasdan, meni o'ziga magnitdek nari tortgan so'zlariga tutqun edim. Atigini idora qo'rusiga qadam elib turishimga to'kliq velosipedini haydab kaynimdan kirib kelgan Mehroy velosiped qo'yish o'rniga to'xtatib kelgandan keyin bino eshigida kirgacha meni qo'ltiqlab oldi. Mastura, bu kiyimlaringiz bilan 18 yoshli qizning o'zilujimi sizni cho'pchon ishkibalning opisi hech kim ishonmaydi. Eringiz ablat nimda talaylik, figurangiz kino cho'pindan qilishmaydi. Bir parcha raxtni ortib olsangizmi shuncha latofatli ko'rinasiz. Mehroyning og'ziga tegmay maqtashlaridan ko'nglim ko'tarilib, o'zimni rostilla 18 yoshli qiz holatimga qaytgandek xushal ham yangilik qilib kulimsirab turishimga dejorniy xonadan Gulchehra chiqib qoldi. Uni ko'rib kayfim uchib ta'tir qarab oldim. Mehroy darhol qo'ltiqimdan belikini tortib elib, Gulchehra tarafga mangdi. Gulchehra, yangi mashina setib olgan o'xshamamsizlar? Muborak bo'lsin. Danglik markalik mashinada o'ltirsiz qanday bo'ldi ekan? Arayal ishkimla oltin uzuk yoqut ko'z qo'ygandek to'limi qamlashgan bir juplajimi? Voy. Huchungizdagi kiyimlarning yorishib ketganini, bayni qo'nchoqning o'zili bo'psiz. Esib olgan oltin zibuzinatlaringizmi toza pari kepti. Gulchehraga ko'zimning quyruqidan mansitmaslik bilan shundaqla qarab qo'yib, beshimni boshqa yoqqa burib oldim. Mehroy meni tamoman unutib ketgandek Gulchehraga tinmay gap qilmoqda edi. U yo'q yerda hadislar Gulchehra degan undoq puxsiq, eri degan mundoq buzuq, sizni paloni chaqdi undoq dedi, pokoni chaqdi mundoq dedi, deb g'ayfitini qilib holi qolmaydigan Mehroyning Gulchehra par yerda 360 gradus burilish yasab, hadislar uni maqtab uchirishlaridan hayron qolib Gulchehra nima uchundir Mehroyning tatliq gaplaridan menda hayajonlanib ketmadi. Aksincha Mehroyning kurtildish oyoqlashmayla jarangsiz ovozda rahmat degunicha pallanpay tarafga ketdi. Men Gulchehraning chiroy ifodasini ko'rmaganim bilan Mehroyning gaplarini xo'shlamaganini sezib qoldim. Mehroy Gulchehraning parvosiz pozitsiyasidan go'yo engikiga kelishtirib shapaloq yegan odamdek andikib, eg'iz piliki tortib etilgan partalatqushdek tangli gapga tutindi. Vey mabirmini bir monch gap qilib eg'izimni upurtib ketibdi mana. Shuncha tatliq gap qilsam parvoyiga olmay ketib bordi-ya. Hakavrliqini ko'ring-a buning. Voy mashinasi ammamdi, pul bo's unda mashina degan bozorda to'la. Mehroyning birdamdala Gulchehrani uchirib osmonga chiqib, yana birdamda cho'kirib yer ostiga ko'mivatganiga qarab, uni idoramizga yetkilib kelgan bir yildan beri tunchi qitim ko'rayotgandek hissiyatda tengir qig'inimcha turib qoldim. Mastura, bo'ldilar bu olajuq bilan mushbiti munosabatni o'zing. U tunugin idora boshlig'ining yeniga siz to'g'riliq arziyat aytib kiribdi. Uning oxirgi gapiga ishonmaslikni bilolmadim. Ichimda qandoqdir qudratga achchiq g'alyan ko'tirib, qiynim tomirlarimda shuvuldab eqib, mengam charaslashqa boshladi. Men Gulchehra nima qilibdiman zodi? U nimish tisli men tishlab tortadi ekan. Dedim-ku, u sizni ko'rolmaydi deb, hammasi hasadxo'rlikdan bo'lgan. Xap, u sarangni menga yomonlik qilg'ini to'yg'izaman. Men shundaq deganimcha ishxona tarafga o'mtildim. Mehroy yana qo'limga esildi. Hay, o'zingizni besib eling, vaqt to'shadigangacha oz qoldi. Sal turib hamma kadrlar talto'kis kelib bo'ladi. Uni shu chaqdala maydonda rasvo qiling, dedi Mehroy shalon kirpik bilan qurishalgan ko'zlarini menga tikib. Mehroy hadab Gulchehraning ayiblari to'g'riliq kusurlab so'zlaydi. Menga olam cho'rgilayotgandek tuyulib, Gulchehraga bo'lgan g'azab nafratim barqancha ulg'aymoqda edi. Mehroy yenimizga biroz yaqin kelishi bilan gapini to'xtatib, parangning temisini boshqa yoqqa buraydi. Qadrli anglovchilar, Zuhragul Hamudning Zamburug' nomli hikoyasi bugun mushu yerda tamom. Mastura Rasululloh xizmatdoshlar to'plashgan maydonda Gulchehra bilan so'qisharmi? Hikoyaning davomi qiziqsanlar, diqqatinglar davomli mazmunlarda bo'lsin.